Keldingiz. Mana navbatdagi bemorimiz. Qayerdan keldingiz mana? Ataybek. Ha. Sizda xola mana bu belda L1dan boshlab L5 gacha qiyshaygan bo'lganda, ya'ni MRT'ni ham ko'rganmiz. Birinchi do lecheniya и после lecheniya qilamizda xola biz mana syomkalarda. Xudo xolasa hozir sizni umurtda shunaqa holatga keldi уже mana. Mana xola sizda xudo xolasa ancha tekis. Bu уже sizda grijalar yo'q. Bo'yingizda osteoxondrozlar yo'q xudo xolasa. Sizda xola boshda qanaqa og'riq bor edi? Qancha og'rib yurdingiz mana? To'g'risini aytavering. Qo'llarlarda olib yurdingiz. Qayerlarga bormagan joyingiz qolmadi. Mana shularni to'g'risini aytsangiz, sizga o'xshagan odamlar bizni bilmaganlar ko'pda. Ancha kusaromas dardosh sadod. Man nafs fiskirsidiyam. Miyonoma dardosh va yosh sadoso sekin yagbor nerku sekin shtos. Boshlar ancha yaxshi, qo'llar bijir-bijir yo'q. Bijir yo'q. Sizda bu bo'yindan qisilgan osteoxondrozlar ham yo'qoldi-da mana. Xudo xolasa уже 2 etapda xola sizda osteoxondroz, belda grija уже yo'q. Tamam. Sizda hozir mana Atlantiz soldik, Atlantiz boshqa og'riq beryapti-ku, kislorod qon yetib bormasdan. Qanaqa o'zgarish bo'ldi xola? Ancha nag'izmi? Birinchisi kelganingizdan beri hozir mana qanaqa o'zgarish? Ancha nag'iz. Xobanda bu tatun nag'iz yaxshi xo'rasudiyam. Yuz bemalol og'riq yo'q, xudo xolasa. Ancha o'zgarish katta. Sizda mana уже nervlar ochildi, oyoqlarga og'riq bermaydi, bellaringiz yaxshi, qo'llaringiz xudo xolasa yaxshi mana. Ancha yaxshi. Xudo xolasa endi ehtiyot bo'lib rejimda ushlab turasiz uyda opa. Og'ir ko'tarmaysiz. 5 kilodan og'ir mumkin yo'q. Kechasi bunaqa yotish mumkin yo'q. Faqat rost yotasiz, xudo xolasa yana uyda 5 kun rejimda ushlaysiz. Dushi bo'lasiz, xudo xolasa. Qani bizdan rozimi xola? Qanday? Shmo rozi, rahmat, dastoton darmat kunat. Inoyat orzutonga rasid, abachahoton berید. Rahmatoy kalom.